Men jingali sochli qizman va ikkinchi qism. Men jingali sochli qizman va sochimni tekislagan kunim yomg'ir yog'sa, buni yomon ko'rardim, chunki bir tomchi yomg'ir sochimga tushsa, sochim ishib ketardi. Soyabonni tagida bo'lsam ham shamolning hisobiga baribir suv tushardi. Men jingali sochli qizman va issiq kunlarda ham deyarli shunday bo'lardi. Issiqda bo'ynim, yuzim terlaganda, ana o'sha terlagan qismga soch tushardi va ana o'sha qism o'sha ishib ketardi. Tasavvur qiling, sochning tepasi tekis, tagi esa ishib turibdi. Men jingali sochli qizman va oldin taroqdan juda ham qo'rqardim. Qaysi taroq bilan taramay yo sochimga ilinib qolardi, yo tishlari tushib ketardi. Hali ham esimda, bir kuni oyim vannaga olib kirib olib, bitliqqa deb tortib taraganlar esimda. To'g'ri kulgili vaziyat, lekin boshimda mana shu qismi taroqdan zada bo'lib qolgandi, ya'ni qo'l tegsa og'riydigan bo'lib qolgan. Men jingali sochli qizman va maktabga borishdan oldin soat 4 da uyg'onib, 6 gacha sochimni tekislardim va bir dona rezinka va bir kecha uxlash butun mehnatimni barbod qilardim. Men jingali sochli qizman va har kuni Pushkin, Roldin kalla, qo'yningni va hokazo so'zlarini ko'p eshitganman. Kimlardir uchun bu kulgili yoki hattoki kompliment bo'lsa, men uchun bu haqoratdek gap bo'lgan.